Bayrog'imizdagi har bir rang, har bir belgi o'ziga xos ma'noga ega. Undagi moviy rang kuch-qudratni, tinchlik va barqarorlikni o'zida aks ettiradi. Oq rang poklik, beg'uborlikni ifodalab kelgan. Yashil rang esa yasharish va yangilanish ramzi. Shuning uchun ona tabiatimiz, asriy qadriyatlarimiz, iymon e'tiqodimiz timsoli hisoblanadi. Qizil chiziqlar tomirimizdagi ajdodlar qoni, mangulik nishonasidir. Bugun yurtdoshlarimizga ham aynan davlatimiz bayrog'ini ko'rganingizda xayolingizdan nimalar kechadi degan savol bilan yuzlandik. Bizning eng avvalo tinchligimiz, davlatimizda bo'layotgan tinchlik shu ko'z oldimdan o'tadi. Boshqa davlatlarga nisbatan shu eng muhimi shu tinchlik ortida hamma narsaga erishayotganimiz, shu yoshlarga hamma imkoniyat yaratilayotgani. Shu eng avvalo mana shu narsa ko'z oldimda paydo bo'ladi. O'zbekiston davlat bayrog'ini ko'rganingizda birinchi bo'lib nimani tuyasiz? O'zbekiston bayrog'ini birinchi bor ko'rganimda faxr, g'ururni his qilaman. Ayniqsa mana sportchilarimiz chet el davlatlariga borib yuqoriga ko'targan vaqtlari juda ham faxrlanib ketaman. O'zbekiston davlat bayrog'ini ko'rganda birinchi vatanga bo'lgan iftixorni, mehr muhabbatni his qilaman. Birinchi o'rinda davlatimizning mustaqilligi, baribir bayroq har o'zimizning O'zbekiston Respublikasi davlatimizda g'ururi, faxri hilpirab turgani, mustaqilligimizga erishganimiz hayolimizga tushadi. Bu o'zligimizni anglash, mustaqilligimizning bir ramzi sifatida deb bilaman. Va yana sportchilarimiz bir yutuqlarga erishganida qandaydir o'zimda xuddi bir o'zim yutug'iga erishganday bo'laman. Chunki bayrog'imizni bir faxr bilan olib chiqadi. Mana shu bayrog'imizni, ya'ni bu o'zimizga bo'lgan ishonchimiz deb bilsak bo'ladi. Men birinchi bo'lib o'zimizning bayrog'imizni ko'rganimizda shu vatanda tug'ilganimdan faxrlanishimni yana o'zimda his qilaman va bu o'zimiz bilan yoshlar bilan birgalikda shu bayrog'imizni yuqori marralarga yetkazishimizni o'ylayman. Bayrog'imizni ko'rganda men juda ham hayajon, titroq bo'ladi-ku, shunaqa boshqacha g'urur, iftixor uyg'onadi menda. Hayolimga vatanimiz keladi. Buyuk ajdodlarimiz, ulardan bizga meros bo'lib qolgan urf-odatlar, milliylik, nima deydi, o'zimizni, davlatimizni aks ettirgan asosiy narsa bu bayroq deb o'ylayman. O'zbekiston bayrog'ini ko'rganimda birinchi hayolimda shu vatanga bo'lgan mehrim, muhabbatim, boshqacha his-hayajon uyg'onadi bari O'zbekiston bayrog'i. Yorqin ranglar bilan tasvirlab berilgan. Mustaqilligimizni erishganimizga hissi, mustaqilligimizni o'zimizda alohida ramzimizligi va g'urur tuyg'usi qalbimizda his qilaman. O'zbekiston davlat bayrog'ini birinchi ko'rganda yurtimizning mehr muhabbat timsoli sifatida ko'raman. Davlatimiz bayrog'ini ko'rganimizda g'urur o'tadi. Bu narsani g'ururlanishni boshqa mamlakatlarga borgan vaqtlarimizda ham ko'rganmizki, o'sha O'zbekistonning bayrog'idagi ranglar o'sha hech joyda tengsiz deb tushunaman-da. Shuning uchun bayrog'imizga, iftixorimizga, vatanparvarligimiz bu ramzi-ku. Shuning uchun men bayrog'ni juda ham qadrlayman. Shunday davlatimiz bayrog'ini ko'rganimda bugungi tinch hayotimizning, farovon turmush darajamizning eng bir menda boshqacha tuyg'u upirib ketadi. Bayroqni ko'rsam qalbim hayajonga keladi. Bu bayroq xalqimizning eng ramziy belgisi, tinchlik, osoyishtalik, xalqimizning bugungi kundagi baxtiyor hayotining timsoli deb his qilaman. Bayroq qadim-qadimdan har bir xalqda mustaqillik, ozodlik, tinchlik va barqarorlik timsoli bo'lib kelgan. Xususan ajdodlarimiz ham yurt bayrog'ini muqaddas bilib uni ardoqlaganlar, ko'z qorachig'idek saqlashgan. Shuning uchun ham davlatimiz ramzlari biz uchun muqaddas va azizdir.